911 sizga qanday yordam kerak? Bizni uyimizga o'g'rilar bostirib kirishdi. Oyim uyda yo'q. Men uyda yolg'izman. Yordam bering iltimos. O'zingni bos. Isming nima? Lili. Liliya, yoshing nechida? 9 yoshdaman. Salom Liliya. Meni ismim Ebbi. Senga yordam berishim uchun manzilingni ayt. Yaqinda kelganmiz, bilmayman. Ko'chani nomini bilasanmi? Ha, Lambert. Tushundim, Lambert. Uyimizni rangi jigarrang. Tezroq yordam jo'nating. Yaxshi Liliya. Liliya. Jin ursin. Nima bo'lyapti o'zi? Uyga o'g'rilar bostirib kirishgan 9 yoshli qizaloq qo'ng'iroq qildi. Uyda yolg'iz GPS ishlamayapti. Manzil aniq emas, faqat ko'chaning nomi Lambert. Los Anjelesning 3 ta tumanida shunday ko'cha bor. Bill Heights, Santa Fe Springs va Vinyetka. Ebbi. Ha, men seni eshityapman. Ular ichkarida. Azizam, sen qayerdasan? Men o'z xonamdaman. Barakalla. Tumaningning nomi qanday? Vinyetka. Yaxshi, aloqa nuqtasini aniqla. Tushunarli, hozir aniqlayman. Menga quloq sol, go'shakni qo'yib qo'yma. Turgan joyingni aniqlashga harakat qilaman. Liliya, atrofingda manziling yozilgan biror narsa bormi? Konvert yoki jo'natma qutisi. Yo'q. Yoki derazadan qarab atrofni aytib bera olasanmi? Hech narsa ko'rinmayapti. Hatto uy raqamlari ham. Qidiruv doirasi 500 metrgacha qisqardi.